Andijonda yo'l-patrul xizmat xodimlari tomonidan Spark rusumli avtomobil to'xtatilganda rulni 11 yoshli bolakay boshqarib ketayotganligi ma'lum bo'ldi. Otasimisiz siz, dadasi orqa o'rindiqqa o'tirib olgan 11 yoshli bolaga oldi o'rindiqqa ikkinchi sinf ukasini o'tkazib olib 11 yoshli bola boshqarib ketayotganini to'xtatdik. Joriy yilning 13-iyul kuni Andijon viloyati Asaka tumanida yo'l-patrul xizmat xodimlari tomonidan o'tkazilgan reyd tadbir davomida Spark rusumli avtomobilni 4-sinf o'quvchisi boshqarib ketayotgani aniqlandi. Orqa o'rindig'ida esa otasi bo'lgan. Voyaga yetmagan bolaning transport vositasini boshqarishga yo'l qo'ygani nafaqat uning, balki yo'l harakatining boshqa ishtirokchilari hayotini ham xavf ostiga qo'yadi. Ushbu voyaga yetmagan shaxs boshqarayotgan avtotransport vositasi Andijon Asaka, ya'ni o'sha katta yo'lda boshqa transport vositalari bilan bir qatorda harakatlanib ketayotganligi ham aniqlangan. Shu holat bo'yicha to'xtatib, haydovchiga, dadasiga bu bo'yicha tegishli tushunchalar va ko'nikmalar berib, haydovchiga, dadasiga transport vositasini boshqarish huquqi bo'lmagan shaxsga topshirganligi bo'yicha ma'mur bilan rasmiylashtirib qo'ydik. Mana Muhammad Barmoyev ko'rasiz. Mashina egasiman, bu holat boshqa takrorlanmaydi. Shuni unutmaslik kerakki, transport vositasini boshqarish huquqi faqat belgilangan tartibda haydovchilik guvohnomasini olgan shaxslarga beriladi. Farzandini rulga o'tkazayotgan ota-onalar nafaqat qonunni buzmoqda, balki uning va o'zgalarning hayotini ham xavf ostiga qo'yayapti. Bunday holatlar takrorlanmasligi esa avvalo har bir ota-onaning mas'uliyatiga bog'liq.